Yuzida dog'i bor, sepkili bor, yuzi xiralashgan qizajonlar yaqinroq kelinglar. Sizlar uchun maxsus nabor. Yuzingizga to'g'ri o'xat qilishni shu videoda o'rganib olasizlar. Birinchi etapimizda yuzimizni yaxshilab penichkada yuvib olamiz. Mana shu vitamin C penkadan foydalandim. Juda ham zo'r penichka qizlar yuzinglarni prям chotki qilib tozalab beradi va yuzinglarning o'lik teri qavatini ham olib beradi. Ikkinchi etap, meni yuzimda chorniy tochkalarim juda ham ko'p bo'lganligi uchun Anua brendining enzimli pudrasidan foydalandim. Enzimli pudrani ham ko'pchilik qo'lida ko'pirtirib ishlatadi. Yo'q, отдельный idishda yaxshilab ko'pirtirib undan keyin ishlatsanglar effektini zo'r sezasizlar. Bu enzimli pudra faqatgina yuzinglarning chorniy tochkasini olib bermaydi, yuzinglarni oqartirib beradi. Mana shu sezoniylarni va qo'ltiq ostida hidlangan va qorayishlarni ham yo'qotib berishga yordam beradi. Buni qaranglar, effekti do'postisini. Enzimli pudrani qancha ishlatgansaringlar shuncha effektini zo'r sezaverasizlar. Men juda ham yaxshi ko'raman Anua brendining enzimli pudrasini. Endi naborimizga o'tamiz. Naborda o'zida 6 ta narsasi bo'ladi. Toneri, essensiyasi, siviritkasi, ko'z atrofi ajinlarga qarshi chuqur namlantirib beruvchi kremi bo'ladi. Agarda yuzingizda dog'ingiz bo'lsa, dog'larni ochartirib beradi. Agarda sepkilingiz bo'lsa, sepkilarni ochartirib berib, bahorda sepkilaringizni ko'paytirmasligini oldini olib beradi. Agarda ugridan qolgan mayda dog'laringiz bo'lsa, o'shalarni ham yo'q qilib berishga yordam beradi. Bilasizlar qizlar, ulitkani qanaqa zo'rligini, bu ulitkali naborimizda yuzinglarni lifting effekt berib yoshartiradi. Yuzinglarni mayda ajinlari bo'lsa, tortib berib chotki qilib berishga yordam beradi. Buni ishlatganingizdan keyin yuzinglar shunaqangi yaltirab karisdan yuz chasti bo'lib qoladi. Xudimim tugadi. Yuzimga qaranglar qanaqa zo'r bo'lib qolganini. Men hozirgi ishlatgan hamma narsamdan sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, zakazlarni Telegramdan qabul qilamiz. Telegramdan yozaverasizlar.